Endi esa kollagenni ichamiz, ya'ni bir qoshiqcha olamiz, mana. Olib kollagenni ichamiz. Layopani bitta gaplari borda. Agar doimo yosh ko'rinishda va chiroyli ko'rinishda, to'g'ri dugonangdan chiroyli ko'rinishda istasang, kollagenni kechqurun tayyorlab ko'rsatmay ichishlardi. Ya'ni kollagenni uxlashdan oldin yoki ertalab ochiq qoringa ichsa foydaliroq bo'ladi. Misol uchun uxlashdan mana hozir uxlamoqchiman, sira ichaman va yotaman, boshqa energiya sarflamayman. Va kollagenni to'laligicha bunaqa organizmga singishi oson bo'ladi o'sha vaqtda. Shuning uchun iloji boricha kollagenni kechqurun ichaman. Kollagen qizlar yoshlik eliksiri hisoblanadi. Tirnoq, soch, tana, terini tonusi, osilish, ajin hamma narsaga, hattoki qovog'i bor qizlarning qovog'ini ham ko'tarishga yordam beradi. Endi mana toza kollagen, все, yo'q bo'lib ketdi. Ko'rdinglarmi? Suv bo'lib qoldi.